Alisher Navoiy adabiy merosi barcha turkiy davlatlarda chuqur o'rganiladi. Ayniqsa prezidentimiz o'tgan yili Navoiy viloyatiga qilgan tashrifida 2025-yil tom ma'noda Navoiy yili bo'ladi deb bejizga ta'kidlamagan edi. Prezident tashabbusi bilan nashr etilgan Navoiy ensiklopediyasi esa ulug' allomaga yana bir ehtirom ramzi sanaladi. Viloyat pedagogik mahorati markazida ana shu yangi ensiklopediya taqdimoti o'tkazildi. Hozir shu haqda Buyuk ma'rifatparvar adib va mutafakkirning so'z-durlaridan yetarli saboq olish uchun Navoiy ensiklopediyasi bizga tarjimon vazifasini o'taydi. Taqdimot tadbirda so'zga chiqqanlar Navoiy asarlarining ilmiy va badiiy talqini pedagoglar uchun ham dasturul amal bo'lishini ta'kidladilar. Ensiklopediya 4 qismdan iborat bo'lib, unda Alisher Navoiy faoliyatiga taalluqli maqolalar o'rin olgan. Asar ustida 78 dan ortiq olim ishlagan bo'lsa, 2500 ga yaqin maqola joy olgan ekan. Bu ensiklopediya o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchilari uchun juda ajoyib qo'llanma bo'lib xizmat qiladi va Alisher Navoiy dahosiga qo'yilgan yana bir haykal deb qabul qilamiz. Ensiklopediya ijodkorlar, adabiyotshunos yoshlar, keng jamoatchilik vakillari, barcha kitobxonlar uchun mo'ljallangan bo'lib, shoir dahosini idrok etishda katta ahamiyatga ega. Unda buyuk mutafakkirning hayot yo'li, ijodiy merosi, asarlari haqidagi maqolalar jamlangan bo'lib, komil inson tarbiyasida qo'llanma bo'la olishi qayd etildi. Yangi O'zbekistonimizda Alisher Navoiy merosini o'rganish bo'yicha ulkan qadamlar tashlandi. Darhaqiqat Navoiyni o'qish kerak. Navoiyni bilish uchun uni mukammal tarzda o'qish kerak. Alisher Navoiy ensiklopediyasi bu boradagi amaliy qadamdir. Albatta bu Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazimizda tashkil etilgan bu taqdimot marosimida barcha o'qituvchi murabbiylarimiz ishtirok etdi. Bu albatta barcha umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tatbiq etishlarida xizmat qiladi albatta. Navoiy ijodining barcha jihatlarini idrok qilgan holda o'rganilishi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Taqdimot shoir g'azallari bilan aytiladigan qo'shiqlar bilan yanada fayzli bo'ldi. Tinglovchilar tomonidan ulug' shoir g'azallari o'qildi. Sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Navoiy ensiklopediyasi mualliflariga esdalik sovg'alari topshirildi. Alisher Navoiy ijodining o'zidan keyingi davr ijodkorlarga faqatgina badiiy nuqtai nazardan, badiyat nuqtai nazardan emas, balki axloqiy, ta'limiy, irfoniy, ma'naviy qarashlari qanchalik ta'sir ko'rsatdi va ular qanchalik davom ettirdi. Bu masalalar ensiklopediyada o'z aksini topdi. Bular endi obrazlar tahlili misolida, janrlar misolida Alisher Navoiy aytayotgan mana shu fikrlar, qarashlar bugungi kunimiz uchun, bugungi yoshlarimiz uchun dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Ensiklopediyamizda Alisher Navoiyning axloqiy, ta'limiy qarashlari va bugungi kun yoshlariga berayotgan o'gitlari masalasiga ham e'tibor qaratilgani bizni quvontiradi. Alisher Navoiy ijodini ishtiyoq bilan o'rganib, undan ibrat ola bilgan yoshlar ongida mafkuraviy immunitet yanada mustahkamlanib, kelgusida ilm ma'rifatli inson bo'lib kamolga yetadilar. Navoiy madaniyat va adabiyot olamida amalga oshirgan ishlar tarix va bugun uchun nihoyatda muhim. Demak, Navoiy asarlarini chuqur o'rganib, o'qib olsakkina biz tom ma'noda Navoiy izdoshlari bo'la olamiz.
ko'rindim. To'y, so'ng birga bo'libmiz doim. Seni ko'rmasin, menga xudoyim. Xalifatning ko'p ko'rdi senga, ajal o'z vaqtining kechganingga. Aziz bir bunchalik ochilmas yulguncha bo'lib xazona. So'ndim bu xazon bunchaning esla yo'q unutma doimo ruhim shod. Jannat sana bo'lsin mana mayxona kerak. Mayxona aro to'g'ri hayvona kerak. Hayvona necha bo'lsa shunday Oh,